Va endi biz rozыгрышlar boshladik. Bu birinchi o'ringa telefon, ikkinchi o'ringa elektronniy chipsi, uchinchi o'ringa bo'lsa manaqa naushniklar. Kimda kim taksopark MMG'da ishlayotgan bo'lsa, har 10 kunda eng aktivniy, eng faol voditellarimizga shunaqa sovrinlardan berib xursand qilib turamiz deb niyat qilyapmiz. Birinchi rozыгрышimiz 25-slowdan 5-slowgacha bo'ladi. Keyin har 10 kunda shunga o'xshagan sovrinlar. Bu faqat boshlanishi. Bundan keyin bundanda kuchliroq podarkalar hamda podarkalarning sonini ko'paytirishga harakat qilamiz. Bu yoqqa kelsanglar, hozir mana biz spiskalarimiz eng aktivniy voditellar mana tepada turibdi. Mana beznalichniy, mana nalichnilar bilan qo'shsangiz yana ko'payadi va po spisku sekin pasayib ketaveradi. Shu spiskaga qarab turib, eng aktivniy voditellarimizni sovg'alarini har hafta berib turamiz. Bilgan bor, bilmagan bor, biz o'z taksoparkimizni ochganmiz. Hozirda трудовой договор bilan ulayapmiz основной. Обычно самозанятыйdan ulayapmiz, lekin основной трудовой договор bilan bo'lyapti. Ham bu выгодныйroq bo'lyapti. Nimaga desanglar, самозанятыйda oyiga примерно 15 mingdan 20 minggacha налог to'lanadigan bo'lsa, трудовой договор bilan esa 11 ming fiksированный налог to'lanadi. Uni ham biz sizlar nominglardan to'lab beramiz. Hamda siz трудовой договор olasiz, официальный pechatlari bilan. Qog'ozini xohlasanglar biz ofisga kelib olib kelsanglar bo'ladi, xohlasanglar elektronniy vidda tashlab beramiz. U bilan siz patentingizni yoki registratsiyangizni продление qilib bemalol ishlayverasiz. Protsent agar трудовой договор bilan ulanadigan bo'lsalar 3% bo'ladi hamda налогlarni ежедневно qilib yechib olamiz. Sizlar nominglardan to'lab beramiz. Sizlar ular anaqa zamorочкаlar bilan shug'ullanmaysizlar, faqat biz. Undan tashqari Kesar, INN, SNIL shunga o'xshagan taksiga kerak bo'lgan любой dokumentlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar hamda litsenziya ham qilib beryapmiz. Mashina kerak bo'lsa, o'zimiz partnyorlarga sizlarga направление beramiz. Bemalol hamma ishlarni bizga kelib hal qilib ketsanglar bo'laveradi. Rozыгрышlar nima deysizlar? Bitta поддержка qilib yuborsangilar, xudo xolasa sizlar ham layklar bilan, поделиться bilan inshaalloh bundan da kuchliroq sovg'alar bilan sizlarni xursand qilib turamiz.